Salam köpçülük yaxşımsızlar. Paras Süleyman'dan ona otluq salam. Bugündən başlap biz şu Adobe şirkətininki After Effects, Adobe Premiere, Photoshop deyimiz. Şu 3 xil detalninki videoluq sürətlik dərsliklərini sizlər bilan ortaqlaşış məqsədində şu dərsliklərini işləp həm də sizlərə sunmaqçı. Aldı bilen biz şu bugünkü saatlik dersimizde After Effects'te yeşilrakның aldıdaki cisim yoki adamni qanday süzüp chiqaratish, yeşilrakni süzüp chiqaratish, cisim qilib qoldi. Adam bo'lsa adam qilib qoldi. Onun keynindeki Beijingni süzüp chiqaratish haqida darslik elib keldik. Endi bu darslikni sizlarga so'zlashdan burun şu After Effects haqida ozroq tushuncha beritishni loyiq topdim. Mesela bu After Effects dediğimiz Adobe şirketininki şu sistemlik de detallarının içindeki en asas orun turduğun bir detal. Hazır hem de 14. neşri geldi. Her yılda bir qatim, hatta 2 qatimda yenilenme vardı. Bu detalma hazır şunda mükemmel bir alet kap buldu. Hem de bu After Effects dediğimiz isminden lam çıkıp da Effects deydi. Effects dediğimiz hem yeni şanında tercüme kılınırken bu hangi hem de bunun asas mayada After Effects deyilişteki sebebi effekt alaydı ünüm yakımız en ahırki kogu netice degan bir ma'noda ism jihatdan shunda qildi. Buni After Effects umum jihatdan aytgan chog'da Xchong bilan Xchong deganimiz kompozitsiya deymiz endi o'rcha. Masalan, buningda nurg'un narsalarda ishlangan xat deymiz, rasm deymiz, film deymiz. Masalan, Photoshop ishlangan rasm, Premiere'da kirishtirilgan, kesilgan film, andan keyin shularni akilib hammaga yig'ib akilib, buni rang-tanshab, xatlarini urib, xatlarni topuchirib, yoki har xil alaydilarni berib degan ishlarni qilgandan keyin bu eng oxirgi filmni bitirishga intayin qulaylik bo'lgan. Eng oxirgi shu Xchong qiladigan shunday bir detal bu. Şu hamda şu keyingi montaj xizmat qiladigan yoki bo'lmasa şu salonning eng oddiy aytganda salonniki shunday harakatli rasmlarni ishlaydigan deymiz. Shunday ishlarni qilmoqchi bo'lgan yoki qilishni o'ylayotgan do'stlarimizga bu bir yaxshi detal, yaxshi tanlash hisoblanadi. Bu bir xalqaro detal hamda. Buni nurg'un davlatlarda şu filmchilik ishlari bilan shug'ullangan shirkatlar, shaxslar, operatorlar, hatta şu kino ishlovchilar shu detal orqali nurg'un alohida unumlarni ishlab bizga sungan. Endi bugun biz şu yeşilrakni tanlashlik sabab nima deganda bu bir qadar oddiy endi. Nurg'un odamlar buni balki murakkab o'ylashi mumkin. Amaliyotda buni qilish bir qadar o'ng'ay. Şu an bugun biz sizlarga şu oddiyroq bo'lgan shunda bir alohida unumni qanday ishlash to'g'risida dars berib keldik. Uzun gapning qisqasi qolganda darslikdan ko'ringlar. Keyingi darslarimizda biz davomli shu After Effects'ninki qanday qo'llanish, qanday alohida unum yaratish qatorli jihatlarda sizlar bilan o'rtoqlashib turamiz. Undan so'ng darsimizni boshlaylik. Oldi bilan biz shu After Effects'ni qo'zg'ataylik. Mana qo'zg'alib bo'ldi, After Effects qo'zg'aldi. Bu quruq bat hamda hozir biz cho'qim bir batdan birini ochimizmi ega. Oldi bilan biz shu Xiaomi degan bo'lsayli, Xiaomi bosgandan mayada Xinjiang Xchong degan chiqdi. Hozir o'lchamli Gauching holatdagi yuvarlang oling boling 25 jun dedi. Shunda holatdagi buni bitti. Batdan birini ochdik hamda buningga susayga elementlar kirmizga, masalan, rasm bo'lamdi, yoki bo'lmasa film bo'lamdi. Mana biz burun shu tatib qo'ygandan bir yeşilrakni altatgan narsa o'tdi, shunday keraklar. Kirdik. Ko'pchilik hamda bu burun biz tatgan 4 holatdagi film bo'lg'ashqa cho'ng bo'lib ketdi-ku meningdan. Biz boshqa bat coaching bat bo'lgandan keyin 4 narsalar cho'ng bo'lib ketdi shundaq. Salon surib qo'ylar, o'tirib to'g'rilab qo'yamiz. Satpas tushirdilar. Kesilgan 5 ya. Endi biz burun shu pasilnik e'lon tatgan vaqtda
Sony FSC degan shu apparatda quydu holat tatgan bir sin bu. Quydu degani masalan e'londaymiz, kinodaymiz, shu quydu holati tatildi. Yuqori aniqlikdagi shunda paki, suki, vuki tatadigan apparatlar bor. Mush apparatlarning hammasi shu quydu tatish iqtidorini hozirlagan hamda. Hozir masalan Danfanjizlardan Sony deymiz, J5 deymiz, Songshan'ninki, Blackmagic'ninki apparatlar deymiz. Hammasida shunda quydu iqtidori bor hozir. Shunda quydu tatib, anındaki rang bersa, ranglar güzel chiroyli chiqadi, uch rangni bak yeydi. Bunda bo'lsa, rangli tatayotgan narsaning rangini o'zgartirish sal tez shundaqa. Bunda rangsizdek turgan shu quydu holatdagi narsalarni biz DaVinci orqali buni DaVinci orqali rangni tanshab bo'lib, unda moyoqqa kirsak to'g'ri bo'ldi. Hamda after'dimi rang tanshil bo'ldi ha do'stlar, rang tanshitli. Ham bak qolaylik rang tanshil usullari bor. Masalan, men shu doim ishlatadigan shu bir qisturma bor. Buningda avtomatiklam shu deyman, avtomatiklam tanshit etadigan cho'mish. Menda holat ekapirdi, men quydu tatibdi mana. Biz mana tanlaymiz. Sal qarang'ilib qo'ydim. Bu yoqqa bak o'lib ketgan. Ba'zilar ham bak bunda oshiritidigancha, bak eshib kesin bo'lmaydi. Bunda bir qo'ysanglar yaxshi ya. Undan keyin mana tagmasak bo'ladi. Mana. Bitta suratdan tanishtiramiz endi buni. Shunda rang tanishsanglar tamoman bo'ldi, ha. Men avtomatik function qilib bergan narsa endi. Ba'zi jiddiy vaqtlarda shunda rang tanishsanglar tamoman bo'ldi. Rang tanishib olgandan keyin hamda buningga masalan men doim ishlatadigan birim shu yeşil rangni suzadigan bir detal bor. Buni men sanama primat deydi. Keir. Ammo bu o'zininki mana. Keyin degancha, mana afterning qachi sanglanam shu bor. Mana bilan suzasanglar bo'ldi. Masalan, buni eng yo'riq yerini bir chek sanglanam suzadi. Andiki mayalarini biz ancha-muncha tanshab qo'ysak, ha? Masalan. Mana. Yo'qmisa Mayadim tanışadigan yerlar bor buni. Mana. Bunda suzasanglar bo'ldi. Matchörlarini bunda o'ngshol bo'ldi. Degandek. Suzib chiqaryapti. Endi bizning shu pak suzildimi yoki suzilmadi degan bilishimiz uchun biz mayada yangidan bir to'sondan bir ochimiz. Shunisi oqranglikka. Chunki oqrangning oldida har qanday narsani aniq ko'rib oldi. Masalan, men bergandan keyin asosan suzibdi mana. Hozir ikkidan bir o'g'ashsa mo'qi ko'natdi, mana banjin qilib qo'yamiz. Mana inniqa suzyaptiqa. Do'stlar, bugungi darsimiz mana shu yergacha bo'ldi. Keyingi soatlik darslarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sha.